Angliya ziyaratining 2-chi kuni Donald Trump bosh vazir Theresa May bilan bayonot berish yig'ini ochdi. Bu qitimliq ziyoratning muhim nuqtasi Angliyaning Yevropa ittifoqidan chekinishi, Huawei, soda va havo klimati bo'ldi. Trump Angliyaning Yevropa ittifoqidan chekinishini qo'llaydiganligini bildirdi. U ilgari Angliyani ogohlantirib, agar Huawei shirkati Angliyaning 5-chi tor qurilishiga qatnashsa, Amerika Angliya hamkorligining ta'siriga uchraydiganligini aytgan edi. Biroq Angliya o'zak shirkati Arim Xitoy bilan to'xtamni bekor qilgan bo'lsa-mu, Angliya hali ham ikkilanish bosqichida turmoqda. Trump bu vaqtda so'ralgan savolga Amerika bilan Angliya bu vaqtdagi farqli qarashlarni bir taraf qila oladi. Biz Huawei va boshqa temalar haqida aniq bir kelishim tuzimiz dedi. Hamda Angliya bilan nihoyat yaxshi bir birliksab va o'rtoqlik munosabati ichida ekanligini bildirdi. Theresa May ikki davlat orasidagi farqli qarashga ega bo'lgan iqlim masalasida to'xtalganda, Angliya Amerika chekinib chiqqan Paris kelishimiga hali ham amal qildiganligini, Erondan kelgan xatarni bir taraf qilishda ikki davlatning farqli qarashga ega ekanligini bildirdi.